أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلوات الله وتسليماته على رحمته المهداة للعالمين سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda avlaviyat tushunchasining ahamiyati, muhimligi, İslamdaki amellerinin tertibi o'xshamaydigan derecede bir amel onun derecesi, onun fazileti bir neçe xil holatda farqlanadiganligini biz tunugun deb o'tdik va uni tushundik. İslamda her qanday amel onun derecesi, onun mertebesi o'xshamaydi, g'oyat zo'r farqlanadi. Shuning uchun cho'qim o amallarning o'rnini tepib qilish, joyini tepib qilish, muhimlarini muhim emaslariga ilgari qilish, bugunkini ata yoki buningdan keyingiga ilgari qilish, oila, jamiyat va jamoatninkini birisi-birisini cho'qim o'zining o'rnida ilgari qilish turining ahamiyati to'g'riliq biz tunugun darsimizda to'xtalib o'tgan. Bugun hajatu ummatina al-yawm ila fiqh al-awlawiyat. Navbatda musulmon millatining, ya'ni bizning ummatimizning avlaviyat tushunchasiga bo'lgan ehtiyojini so'zlab o'tmoqchi. Chunki bu tushunchaga umumatan dunyodagi barliq musulmonlar bugun ehtiyojli bo'lib ketganlik. Ixtilalu mizanil avlaviyat fil umma. Ummatdagi avlaviyat o'lchimining buzilishi. Hozir ummatda avlaviyat o'lchimi umumatan buzildi. Odamlar nimaning muhim, nimaning avlo, nimaning yaxshi va nimaning birinchi qitimli qilishga tegishli ish ekanligini asosan bilmay, hammasi shariatdan dalil qilgan, hammasi islomdan o'rni bor deb ko'tarib chiqqan, hammasining qilgan ishi to'g'ri. Natijada bir-biriga zid, bir-biriga qarshi bo'lib ketgan. Umumatan qaraydigan ish bo'lsa to'g'ri. Ama o'rniga tushmasa, vaqtida o'zining vaqtida bo'lmasa, bu bir-biriga zid bo'lish kelib chiqadi. Man nazara ila hayatina fi jawanibiha al-mukhtalifa maddiya aw kanatan aw ma'naviyya, bizning turmushimizga, ya'ni o turmuşun her xil taraflarga, maddi tarafı bo'lsin, ya manevi tarafı bo'lsin, fikri tarafı bo'lsin, ya ijtimoiy tarafı bo'lsin, ya iqtisodiy, ya siyosiy, ya onundan başka taraflar bo'lsin, bununla qaragan, bununla o'ylangan kishi bu turmuşun her taraflarida avlaviyat o'lchimining butunlay buzilganligini, butunlay avlaviyat o'lchimining yo'qolganligini u kishi his qiladi va bayqaydi. Masalan, buning misolini bir so'zlasak, biz Arab rayonlarida va islomiy rayonlarida, coğrafyalarida acayip farqlarni bayqaymiz. O'xshamaydi. Arab rayonlari 22 davlat, islom rayonlari bir necha davlat. Mana buningda shunchalik farqlarni
biz his qilamiz va bayqaymiz. Bu davlatlar bilan davlatlar, rayonlar bilan rayonlar, xalqlar bilan xalqlar o'rtasidagi avlaviyat tushunchasi, avlaviyat idisining buzilish natijasida ummat ana shundoq inson hayron qolgudek ishlarga tushib qolgan. Masalan, san'atga aloqador san'atga aloqador bo'lgan, bayoshatlikqa aloqador bo'lgan taraflar ilm va o'qitishga aloqador bo'lgan taraflarga davomli muqaddam. Qaraydigan bo'lsak, jamiyat umuman san'atga ahamiyat berib ketadilar. O san'atlarning klublari, o'rinlari içilip ketken, maktabları kurulup ketken, san'atlarga şundaq kişiler iştiyak bilen qiziqib ketken, ko'ngil iç desek, o şehir, yezi, qishloq hammaga tarqalib ketken, ko'ngil ichishga aloqador ishlar. İlim ma'rifatchi, uning xalq qiziqmaydigan, ko'ngil bilmaydigan, ana shundaq holatda. وفي الأنشطة الشبابية نجد الاهتمام بالرياضة الأبدان مقدما على الاهتمام بالرياضة المعقول. Yaşlarının faaliyetlerinde tenlerini, bedenlerini çeniqtirishga ahmiyet berishni, ko'ngil bo'lishni, aqllarni çeniqtirishga ko'ngil bo'lishdan muqaddam topamiz. Xuddi yoshlarga kuyinish, ko'ngil bo'lish deganning ma'nosi yoshlarning jismoniy tarafiga ham ko'ngil bo'lish, uningdan boshqasi emas deganlikdir. Inson jismi bilan insonmi yoki aqli, ruhiyati bilan insonmi? Buni bir o'ylab baqish kerak. Haqiqatan yoshlar bugungi kunda o'zining cismani güzelliği, özünün cismani sağlamlığı, özünün tenterbiye faaliyetlerine şunçalık köngül bilgen. Yo mahallelerde, her yerlerde çeniqish urulları, tenterbiye urulları, top oynaydigan urullar, her xil çeniqish urulları var. Ama aqlini sinaydigan, aqlini ochadigan, fikr tafakkurini o'tkirlashtiradigan taraflarga qarasak, bu masalada ahamiyat berilmaglik. Biz qadimda Abil Fathil Bustining mashhur bir baytini yadagan edik. Ya xadimal jismi kam tas'a li xidmatihi atatlubur rabha mimma fihi khusranu أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. Ey cismiga xizmat qilayotgan, tiniga xizmat qilayotgan inson. Onun xizmatiga nemanchalar yugursan? Qo'saq to'yg'izish, kiyim kiyish, onun saqliqini asrash, onunki güzellikini qo'g'lishish degandek onun xizmatiga nemanchalar yuguraysan. Sen ziyanning ichidan foyda izlamoqchimi? O'zingga, ruhiyatingga yuzlan, onun fazilatlarini, axloq fazilatini, adablarini mukammallashtir. Sen ruhiyating bilan insonki, jisming bilan emas degan. Mana bu she'rdimi odamlarning moddiy tarafiga, maishat tarafiga alohida ahamiyat berishi, ruhiy tarafiga ahamiyat bermaslikka bu yerda o'tirib qolgan. Haqiqatan bu avlaviyat bir inson o'zining jamiyatdagi o'rni, imtiyozi, qadri qimmati va kelgusi istiqbolini nima bilan belgilaydi o'ylab taqaman. O özünün kabiliyeti, iktidari, ilim seviyesi bilen belgilaydi. Onun güzelliği, onun kiyiminin uzluğu,
yoki uning badallarininki mukammal chinib turilganligi, qo'siqining to'q qolganligi, tinning saq bo'lganligi, agar uningda bir iqtidor bo'lmasa, hech qanday bir hayotda insonga ma'no, insonga qimmat ato qilinmaydi. Uning oldida biz Zuhayr ibn Abi Salmaning muallaqati Zuhayr ibn Abi Salma degan kitobida bunday yozilgan: Lisanul fata nisbun va nisbun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Yigitning tili bir qismisi bo'lsa, uning yuragi yana bir qismisidir. Demak, til bilan yurak ikkisi bir inson, bir yigit, tili go'zal, tilidan manfaatli gap so'zlar chiqadigan, tili yaxshi bo'lsa, yuragi bilim bilan, sog'lom e'tiqod bilan, uning yuragi haqiqiy musulmonlarga va insonlarga manfaatli bo'lgan ishlar bilan to'shsa, bitti. Nima qoldi? Faqat göz surati, qon surati qolib qoldi. Buningdan boshqa qarisin so'sil go'sh va qon, shu bir jism. Shuning uchun inson muhimmi degan bu yerda inson muhim emas. İnsan bir üsküne, cihat. O'ylab bakın, bir insan, bir adamın 5 balası olsa, onun bir balası ne doktor, yeni bir balısını injiner, yeni bir balısını okutkucu, yeni bir balısını cemiyet amallıqını qoğdaydıgan qoğdugucu qilib terbiyelese, yani şu ilimni bəsə, şu ilim bilen terbiyelese, o nemiş qılıdı? Hemisi özü ağan ilim ve özü egelləgən məlumat bilen özü cemiyetke həssi qoşudu. Demek, insan cismi ölen emas. İnsan özü ağan ilim, iktidar, kabiliyet ölen insan. Lekin biz növbette insan cismi, insan cismi ve müskülleri bilen işgallikini körümüz hemme nesiden bulun. Hazır insanlar cismige, tenige, müsküllerige köngül buluvatıdı. Ötken yılı yazda 1993 yılı Mısır'ını setiş üçün bazağı selingan ten hareketçinin sözü kaplap gitti. Onun bahası kulüplerde ki soğuduluşuş bazarında çeyrek milyon cüneygi yetti. Çeyrek milyon, çeyrek kam milyon veya da 1 milyonun tötten üçesi degen 1 milyonunu tötke bölsek 750 milyon cüneygi çıktı onun bahası. Şu yergin öyledi. Bir tane hareketçinin وَلَيْتَهُمْ اِهْتَمُّوا بِكُلِّ أَنْوَاعِ الرِّيَادَةِ وَخُصُوصًا الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا جَمَاهِرُ النَّاسِ فِي حَيَاتِهِمِ الْيَوْمِيَّةِ. Ula her türlük tenterbiyege bulup mu onun bilen umumi halk, umumi kişiler kündülük hayatıda menfaatlanadigan tenterbiyege ehmiyet bergen bolsa, köngül bölüge bergen bolsa, nemi degen işler yaxşı bolap ketadi. Bular undaq qilishning o'rniga faqat riqobatlashadigan, baslashadigan tenterbiyaliga bo'libmi bir necha shaxs o'ynaydigan, boshqalar tomosha ko'radigan futbolga ahamiyat berdi. Mana bugun futbol maydonlari yoki boks maydonlari, suv uzish ko'lchaklari degandek har turli ko'ngil echish,
ko'ngil o'chish faoliyatlari, ko'ngil o'chish maydonlari, sayli sayohat maydonlariga millionlab mablag'lar sarflayotdi va odamlar shu yerlarga qiziqyotdi. Mayli u quruqlik, mayli dengiz, har yerda bu ahvollar bo'lyotdi. Shuning uchun mablag' sarflayotdi. Hammaga ma'lum jamiyatning cho'lponlari va u jamiyatdagi mashhur ko'zga ko'rinadigan ismlar ular ulamolar emas. Jamiyatning cho'lponlari ulamo emas, adib bu emas va mutafakkirlar bu emas yoki da'vatchilar bu emas. Va undaqlar ularning ismlari bu emas. Balki ular san'atchi, futbolchi va uningga o'xshagan futbolchi, topchi degandek atvagan adamlar jamiyatga cho'lponlar. Bir jamiyatga qaraydigan bo'lsangiz, u jamiyatning tam-tamlarga uning rasmlari chaplangan, ekranlarda uning suratlari chiqib turgan, uningga maxsus kanallar ajratilgan, maxsus programmalar uyushtirilgan. Ama u jamiyatda ulamolarningki so'rovlari ya ulamolarning o'tirishdagi ilmiy muhodaralar, kanallar, maxsus programmalar uyushtirilmagan. Xalq o'z jamiyati, o'z yurtidagi ulamo, yozuvchi, mutafakkir, da'vatchilarni tunimaydigan, ammo bir naqshchi yoki sozchi, gitarchi deydigan, qo'shoqchi deydigan bularni tunuydigan. Bularning ismlari hammaga pul ketgan, hammani qoplab ketgan. Gazet, jurnal, televizor, radio uning faqat shuni to'g'riliq. Ularning ishlari, qahramonliklari, tavakkülçülükleri, haberleri to'g'riliqlar so'zlaydi. O so'zlar qanchalik arzimas bo'lib ketsa-mu, oddiy bo'lib ketsa-mu, ammo ulardan boshqalar bo'lsa, ular unutib ketilgan. Fi zil soyning musoyisida degan unutib ketilgan. Balki unutib ketilgan xalqlarning esidan chiqib ketgan ular. Bir cho'lponning yoki bir san'atchining paloni yada o'yin qo'ymoqchi, pustoni yada san'at kechiligi o'tkazmoqchi, pukuni san'atchi naqshi kechiligi o'tkazmoqchi, diginiga o'xshash gaplar bilan tashviqotlar, gazet, jurnal, radiolarda e'lon bo'lib ketgan. Ammo boshqalarcha tarixchilar, yozuvchilar, mutafakkirlar, jamiyat arboblari, har turli va boshqa sohalar ular unutilib ketilgan. Yamutul fannan fatartajul ardu li mawtihi va tamtali'u anharu suhub bil hadisi anhu. San'atchilar o'lsa, dunyo uning o'lganligiga titrab ketadi. Gazetning yuzlari bo'lsa, uningdan so'zlab to'shib ketadi. Paloni yili tug'ilgan, pustoni yili undaq qilgan, bundaq qilgan deb gazet jurnallarning yuzi shuni bilan to'shab ketadi. Olim o'ladi yoki adabiyotchi o'ladi yoki buyuk bir ustoz o'ladi, uni hech kim his qilmayla qoladi. Mana bu jamiyatga kishilarni yetaklaydigan, yo'l ko'rsatadigan, jamiyatning asosiy qurilmasini qurib chiqadigan, hayotlik yo'lini bekitib ko'rsatib turadiganlar bu sohada. Ammo ko'ngil ochadigan, xo'sh qiladigan, o'ynaydigan, nafsi shahvatlar tarafiga chaqiradigan taraflari bo'lsa, mana jamiyatning hamma sohalari ularga echib o'tilgan, yo hamma soha ularga ko'ngil bo'lib ketgan. Iqtisodiy tarafda
zo'r mablag'lar, hisobsiz mollar tantarbiya, san'at, tashviqotli kuyinish, soxta davlat bexatarligi deb atagan davlat boshliqining bexatarligini himoya qilish uchun ishlatiladi. Bir davlat bexatarligi deb qo'yib hech kim qarshi turishga yoki nimishqa bundoq bo'ladi, buning sababi nima deb hisob olishga qodir bo'lolmaydi. Fi hina tashkul jawanib at-ta'limiyya was-sihhiyya wad-diniyya wal-khidmat al-asasiyya, shu vaqtda shu san'atlarga, tantarbiyalarga, tashviqotga va davlat xavfsizligi degan sababdan, davlatning muqimligi deganlik sababdan davlat boshliqlari, davlat xizmatchilarining bexatarligiga shunchalar zo'r mablag' sarflayotgan vaqtda ma'arif taraflari, sahiya taraflari, diniy taraflar, ul asosli xizmatlar uningga iqtisodning yetishmasligidan shikoyat qilyotdi. Va u taraflarni taraqqiy qildirish, davriga moslashtirish uchun keraklik iqtisod talab qilgan chog'ingizda ojiz kelganligini, yetishtirib bo'lolmaganligini da'vo qilyotdi. Ish dilinginidek bu tarafdan qisish, siqish, bu tarafdan isrof qilish. İbn Muqaffa qadimda degan so'zning ayni bo'yicha ma ra'aytu israfan illa va bijanihi haqqun mudi. Men israfni ko'rsamla uning qishida zoya bo'lib ketgan haqiqatni bilib ko'raman degan. Demak, ta'lim tarbiya sohasiga kelsak, maktablar, ko'la, o'qitish saviyasi tuvan, o'qituvchilarning safasi o'lchamlik emas. Maktablar bo'lsa ko'ni qaloq, o'qitish sifatlari davrining keynida qolib qolgan bu holda. Sahiya tarafdan kishilar davolanmagan yoki doktorxonalar yiqilib, ya'ni uningki davolash dorilari, davolaydigan doktorlarning safat saviyalari va tekshirish uskunalari qaloq. Ul asosiy xizmatlari, yo'l, ko'rik, musulmonlarning umumiy xizmatlari iqtisod yetishmagan, tashlab qo'yilgan. Ama yuqorida deyilgandek nurg'un mallar, iqtisodlar boshqa taraflarga ishlatib o'tilgan. İhlalul mutadayyinin al-yawm bi fiqhil awlawiyat. Mana yuqoriga qaraydigan bo'lsak, ish shunda bir hollada. Odamning yuragi yetishadigan, odam bu sohalardan siqiladigan bu darajada. Bugun dindarlarning, diyonatli kishilarning avlaviyat tushunchasini buzishi. Avlaviyatni buzish bugun umumiy musulmonlar yoki musulmonlar ichidan ezib ketgan kishilardan to'xtab qolmasdan, balki buzish diyonatga mansub bo'lgan yoki dindarlardanmi yuz beryapti. Bunda bo'lishning sababi umumiy xalqqa tushunmasin, bilmasin, ularninki ya ezib ketib qolganlar bo'lganlik sababdan bo'lsin, ama dindarlar yoki dinning yetakchilari, musulmonlarning yetakchilari bo'lgan ulamolar,
mutafakkirlar, ziyolilar, xalqning ichidagi ko'ziga ko'ringan shaxslarning o'zidan bu xil buzish yuz beryapti. Sababi to'g'ri bo'lgan tushuncha yo'q bo'lganlikdan va to'g'ri bo'lgan ilm yo'q bo'lganlikdan. Ulardimi bir ilm, to'g'ri bo'lgan ilm yo'q. Innal ilm huvallazi yubayinu rajihal a'mal min marjuhiha va fadilaha min mabduliha. Hammamizga ma'lum. Ilm aslida amallarning yuqursi va fazilati ustunlarini onun tövellerinden faziletlik bo'lgan amallarni tüven amallardan bayon qilib berdi. Xuddi amallarning sağlamlarini, buzuqlaridan, maqbullarini, maqbul bo'lmaydiganlaridan, sünnetlerini, bid'atlaridan bayon qilib berganidek. Ve her bir amelge şeriatning nazarida o amelning bahası ve onun kıymetini hem beradi. Mana ilm asli bu xil shakldagi narsa edi. Kishilar bu ilm orqali soxta bilan rostni, haq bilan botilni, puchak bilan puchak emasni hammani ayıradigan ishida. Hatta bunilam ayırıp emas, yaxshi bilan yaxshiroqni, afzal bilan afzalroqni, to'g'ri bilan to'g'riroqni, muhim bilan muhimroqni ayıradi. Ve her bir amelge şeriatning qarashidagi bahası ve qimmatini beradi. Çünkü her bir amelin şeriatte bahası var, kıymeti var. Şu amel özünün ornunu tapalganda o intayin kıymetli bahası yokları. Biz ilimnin nuridan mahrum bo'lgan, to'g'ri bo'lgan tushanchadan mahrum bo'lgan kishilarning amallar o'rtasidagi chak-chegaralarni eritib, amallarni bir-biridan farqlantirmayotganligini yoki amallarga shariat hukm qilganning g'ayri bilan hukm qilayotganligini topamiz. Ilm bo'lsa-mu, ilmning nuri yo'q. To'g'ri bo'lgan tushuncha yo'q. Ya'ni ularni o'qish bor. Tafakkur yo'q. So'zlash bor. Ularni ava yetaklash yo'q. Neticede ya aşırı ötüdü ya ki boş koyu ötüdü. Benim mişadın bu dinde aşırı ötücü bilen dindin yıraklap ketişlerinin arasında din zayavlap gidiyor. Din iki xil narsa oturuşda ayran buladı. Biri ya dinge qattiq ching turib oladigan, qarg'ulacha eslab oladigan, qarg'ulacha ching turib oladigan, oshirib o'tirganlar bor. Yoki din bilan kori bo'lmaydigan, din bilan munosabati bo'lmaydigan, din bilan hech ishi yo'q odamlar o'tirisida din zayo'lab ketadi. Biz ashundaq kishilarni ixlosi bor, samimiyati bor, sadoqati bor bo'lsa-mu, ana shundaq kishilarni amalning tüyünü bilen meşgul buluvatkallıkını, amelinin yukursi, güçlüğünü koyup tüyünü bilen meşgul buluvatkallıkını, faziletlik ameldin gafil kılıp, fazileti tüven boğan amellerge çöküvatkallıkını köp köydük. Bunun çok köydük bu adamlar. Ama samimiyeti var, ihlası var, lekin ayırıyor muğallık için. وَقَدْ يَكُونُ الْعَمَلُ الْوَاحِدُ فَاضِلًا فِي وَقْتٍ مَبْدُولًا فِي وَقْتٍ آخر. Bir tal amel bir vakitte faziletlik bolsa yeni bir vakitte fazileti tüvel bulap kaladı.
xuddi qattiq mushaqqat bor, tanglik bor, ehtiyojing zo'r holatingda bir tal dirhamni sadaqa qilganing iqtisoding ko'paygan, iqtisodiy jihatdan yaxshilangan chig'ingda 1000 dirhamdan sadaqa qilganligingdan ortiq bo'ladi. Bu fazilati yuqori bo'ladi. Bir holatda kuchlik bo'lgan amal yeni bir holatda tuvan bo'ladi. Lekin ular ilmi tuvan, tushunchasi tuvan az bo'lganlikdan ikki vaqtning orasini ayirolmay, ikki holatning orasini farqlantirmay qolyotadi. Bir vaqtda yaxshi fazilatlik, bir vaqtcha fazilatsiz. Xuddi bir vaqtning o'zida yo'l yasash fazilatlik bo'lsa, yeni bir vaqtning o'zida yo'lni o'rish u fazilatlik. Ra'aytu minal muslimina tayyibin fi anfusihim. Men o'z ko'nglida yaxshi, niyati obdan musulmonlardan masjid bilan to'shib ketgan bir rayonda, shaharda masjid silishqa i'ona qilayotganligini ko'raman. O 500 ming yoki 1 million yoki undan ko'proq junaylini, dollarlarni ishlatadi. Masjid salaman. Fa iza talabtahu, agar sen onundan şu meblağını yoki uning yerimini yoki yeriminin yerimini İslamga davet qilishni yeyish uchun yoki kufr, dinsizlik, atizmlikqa qarshi turish uchun yoki shariatni oliy qilish, dinni üstün qilish uchun islomiy xizmatni qo'llashga yoki shuningdan boshqa odam tepiladigan, mablag' tepilmaydigan cho'ng-cho'ng maqsadlar, cho'ng-cho'ng planlarga birishga talab qilsangiz, siz anglaydigan quloqni yoki ijobat qiladigan javobni tepishiniz bek yiroq. Chunki ular taşlarning binosiga ishonsa, ishonadiki, odamlarning binosiga ishonmaydi ular. Toshdan bino qo'pirishga ishonsa, ishonadiki, ammo odamlarni tarbiyalashganima ishonmaydi. Mana bu shunday ahvollar bor. Bir masjidda, bir yurtda masjidlar to'shab ketilgan. U yerga masjid silishning o'rni ya mustahab bo'lishi mumkin, yoki sunnat bo'lishi mumkin. Ammo yana masjid sep ketgan. Shu mablag'ni boshqa yerga farz bo'lgan. İslamga da'vat qilishni yeyish har xil, yo yezish bilan bo'ladi, yoki so'zlash bilan bo'ladi, yoki kitob materiallarni tarjima qilish bilan bo'ladi, va yoki islomiy güzel filmlarni ishlash bilan bo'ladi. Va uningdan boshqa kufr va dinsizlikka qarshi turish. Bu har vaqt bu turdagilar farz amallar. Masalan, islom xizmatini qo'llash, shuningdan boshqa iqtidorli odamlarni topadigan ba'zi vaqtda bir tal masjid sog'andan bir tal talibni o'qitganlik fazilatli bo'lib ketadigan. Bir masjid sog'andan bir tal kitobni bostirib, tarjima qilib, nashr qilib qo'ydigan bunday amallar fazilatli bo'lib qolishi mumkin. وفي موسم الحج من كل عام أرى أعدادا غفيرة من المسلمين الموسرين يحرصون على شهود الموسم متطوعين. Hac mezgilida her yili
iqtisodi bor, qo'l ilkida bor musulmonlardan nurg'ulg'an kishilarni haj mavsumiga nafli ado qilish uchun qatnashishga tirishayotganligini ko'raman. Ular buningga Ramazondagi umrini qo'shib qo'ydi. Hajga kelib badal haj, nafl haj deb kasmayli. Ramazonda bir qitim atoydan umr qilmasak bo'lmaydi. Ramazonni Masjid-i Haramda o'tkazmasak bo'lmaydi. Paloni qorining keynida turmasak bo'lmaydi. Shu yerda duo qilmasak ijobat bo'lmaydi deb Ramazondagi umrini uning ketib haj mavsumlarida nafl haj qilish uchun kelganligini ko'raman. Ular buningga sixilik bilan pul haydaydi. Qanchalik pul kesilmaydi. Savobi yuqori, fazilati katta. Ular o'zlari bilan namurat odamlarni chiqimini qilib boradi. Vaholanki Allah subhanahu va taolo u namuratlarni kambag'allarni hajga va umraga taklif qilmagan. Namurat odamga haj farz bo'lmagan, kambag'al odamga haj farz bo'lmagan tursa, ular chiqimlarini qilib, iqtisodlarini ko'tarib shu yerga qanday qiladi? Opiradi. Mana bunday odamlarni ko'ryapmiz. Bu ko'p. Yilida 50 ming, 100 ming pullarni u yerga haydayotgan. Shu iqtisodni shu yo'lda buzayotgan. Ammo 2 yil boradigan yoki 1 yil boradigan shu iqtisodini boshqa sohalarga, o'qitish sohalariga, da'vat sohalariga va boshqa sohaga hajda desa, haydayotgan. فإذا طالبتهم ببذل هذه النفقات السنوية agar siz ulardan bu yillik chiqimlining o'zini Palestindagi Yahudilarga qarshi turish uchun yoki Bosniya, Hersegovinadagi Serblarga qarshi turish uchun yoki Indoneziyadagi xristianlashtirish kurushiga qarshi turish uchun yoki Bangladesh ya uningdan boshqa Osiyo, Afrika davlatlaridagi yoki da'vat markazini qurish yoki o'zining vaqtini da'vatga ajratadigan maxsus da'vatchilarni tayyorlash va hozirlash uchun yoki bir manfaatli bo'lgan islomiy kitoblarni nashr qilish, tarjima qilish, yozish, tuzish uchun bu chiqimlarni, yillik chiqimlarni berishni so'rasangiz, ular 5ni chayqaydi va 5ni to'lg'aydi. Ularning takabburlarcha yuz o'rganligini ko'rasiz. Buningga mablag' chiqarilmaydi va mablag' ojitanmaydi. Haza bu Qur'oni Karimda aniq kelgan turug'liq jihad amallarining jinsi haj amallarining jinsidan afzal. Buni aniq kelgan jihadga munosabatli har qanday amal hajga munosabatli har qanday amaldan harcha afzal. Alloh taolo deganidek sizlar hojilarni so'g'aganlikni, haj qilguvchini so'g'aganlikni, Masjid-i Haramni gullandirgan, imorat qilganlikni, Allohga ishongan, oxirat kunisiga ishongan, Allohning yo'lida jihad qilgan kishiga o'xshash deb o'ylamsizlar. O'xshash qilamsizlar? Bular Allohning oldida barobar emas. Farqi bor ularning. Allah Teala zalim kavmini, mushrik kavmini to'g'ri yo'lga boshlamaydi desa, yana Allah Subhanahu va taolo bu yerda amallarning farqini tu'namagan, amallarning o'ttirishdagi fazilatini, darajasini tu'namagan, amallarni o'zining o'rnida qo'yib turib amal qilishni bilmagan kishilarni Allah Subhanahu va taolo hidoyat qilmaydi degan bo'lishi mumkin, Alloh a'lam. Iymon etgan, hijrat qilgan, Allah yo'lida meli jeni bilan jihad qilganlar
Allah'ın nazarida derecesi katırak. Ana oşula maksadiga yetküçüdür. Ulağa Rabbi özünün rahmeti bilen, razılık bilen bişaret buyurdu ve cennet bilen bişaret buyurdu. Ulağa o cennette mukim nimet var. Mana Allah Teala bu yerda icratni, cihatni derece cihatda Allah'ın nazarida katta deyiş bilen başka her qandaq amallarning onunga barabar bo'lmaydiganligini, onunga teng bo'lmaydiganligini, fazilat va savobda onun bilan o'xshash bo'lmaydiganligini bayon qildi. Haza ma anna hajjahum ve i'timarahum min babit tatavvu'i ve tanaqqul. Bu ularning hac qilgan hac ve ömürleri neple babidin bulak duruptur. Neple babidin bulak durup. Ama kafirlarga bilen küfrga cihad kılış, dinsizlikka cihad kılış, elmanilikka cihad kılış, uçukçulukka, ahlak cihatte uçukçuluk, ayollarning cemiyeti yürüştürüş cihattaki uçukçulukka cihad kılış ve onu qo'llayotgan ichkiri va tashqari kuchlarga jihad qilish o hozir davrining farzi va bugunning majburiyati bo'lsa. O degan hammasi nafla. Ammo mao mana shunda kufrga kundan kunga yurtni kufr, shirk, murtadlik besib kelayotgan, dinsizlik besib kelayotgan, ilmoniliklar besib kelayotgan, umumatan Müslümanların, insanların ahlakı buzulup ketayotgan, onların medeniyeti buzulup ketayotgan, her taraftan buzulup ketayotgan, onu ichkiri ve tashqari jihatdan, ichkiri jihatdagi munofiqlar, iymoni ojizlar qo'llab quvvatlayotgan, tashqari jihatdan besim sadish orqali uni qo'llayotganlarga qarshi jihad qilish, uni to'sish, onu tizginlash, onun oldini elish dal bugunning farizi ve bugunning majburiyati bo'lmasa. Ve munzu ma yaqrabu min sanatayn. Hac mevsimi bundan 2 yıl burun hac mevsiminin aldıda ataqliq İslami yazgıcı Ustaz Fahmi Hüveyd haftaning seshanba kunligida chiqadigan maqolasida musulmonlarga Bosniyani qutqizish haj farizatidan burun deb maqola yozdi. Mendan maqolani o'qigan kishilardan nurg'ulg'anlari bu so'zning shar'iy tarafdan, fiqhiy tarafdan qanchalik to'g'riliqni so'radi, qanchalik to'g'ri zodi bo'ldi. Men ularga shu vaqtda bunda dedim. Yozuvchining so'zining fiqh tarafdan to'g'ri bo'lgan dalili va e'tiborga ilingan hujjati bor. Hamimizga ma'lum shariatda bekitib o'tilgan ishdan birisi darhol talab qilinadigan majburiyatlar kechiktirib qo'yishga ehtimol tutilgan majburiyatlardan burun qilinadi. Hajning farizatiga kelsak, o kechiktirgili bo'ladi. Kechiktirish ehtimoli bor. Bu yil qilmasang at qilgili bo'ladi. O ba'zi imomlarimizning qarashida kechiktirish üstüge kurulan vacipte ömrünün ahirinde kılsak ömrümüzdeki ahir kısımlarda kılsak buludu deydiğen bir farz. Ama Bosniyani açlık, soğuk, kesellik halaketinden kurtulduruş bir taraftan onun için tayyorlangan umumi qirg'inchilikdan xatirdan qutulduruş yana bir tarafdan o ciddi derhal icra qilinadigan farz. O kechiktirishni qabul qilmaydi va kechiktirishga ehtimol tutmaydi. O vaqtning farizi bütün İslam ummatiga bugunning majburiyati bo'lmasa. Mana bu tarafdan aytsak nima bo'ladi?
Çünkü bir taraftan aç koyulgan kambag'allik, bir öylere soğuklu toňuwatkan, kesel boluwatkan nurgun musafirler, nurgun sergerdallar, nurgun aç yalaňaçlar, namurat kambag'allarni tutguzuş turwatkan. Ve la rayba enne iqamete şa'airil hac, şek şübhisiz ki hac faaliyetini ada kılış ve hac mevsumini bika koymaslık onun da cengi cidel yok boğan bir farz. Zade her yılı hac farizeti ada kılınmasa, hac mevsumida hac kılgıçlar boğmasa boğmaydigan bir iş bu. Lekin o hac faaliyeti ahli harameyn ve onun etrafındaki hac kılış nurgun çıkımlarını talep kılmaydigan, çıkımlarını sanmaydigan kişiler bilen mi bitip kalıdı ya. Haremdekiler, onun etrafındakiler şunday kirse, o yerde hac mevsimi bika kalmaydı, hac faaliyeti da kılıngan buludu. Ama başkalar nurgun pullarını haclap, nurgun iktisalarını buzup, çeçip, nurgun iktisalarını sarf kılıp o kilişninki ornu yok. Demek, açlık, buluvatkan, kesel, kıynavatkan, yurtta her türlü ihtiyaçla tepelevatkan, İslam ümmetinin her sahasına karısa, o sahalarda yok oluş, girdabığı duş kılavatkan, yok oluş girdabığı duş kılavatkan, bunda kaldı, ciddi kılınıdığın amel, küçük dursan mı, ya bunun da kinrak kılsan mı, bulunduğun amellerden bu devamlı ilgili kılınıdığın ameller. مع هذا أرى أن ما قصد إليه الأستاذ هويدي يمكن أن يتحقق بما دون هذا. Muşunda bolsumu Ustaz Hüveydi közlügen maksat bunundan başka işler bilen vücutga çıkışı mümkün. Hakikaten her yılı hac mevsumunu kıstavatkan adamlarning köpüncisi ulardan fariz saqt bo'lgan, buningdan burun hac qilgan kishilar. Şu Kabe'nin atrafını qıstavatgan, şu yerde adamlarni qiynavatgan kishilar. Onun oldida hac qilmaganlar hac qilguvchilarning umumisi ichidan %15%'nin cekraqını teşkil kılanmaydı. Mesela hac kılgıçılar 2 milyonga yakın deb faraz kılıngan çağda ularning ichidan odatda tunji qitim hac qiladiganlar 300 mingdan eshib ketmaydi. 1.700.000 kishi shu nafl hac, umra hac ve başka haclar. Nebli hac kılıvatkanlar. Olar köp sallak kişiler. Ve uluğu okşugan yıl boyu bulup mu Ramazan ayında nebli ömrü kılıvatkanlar hac ömrülerinden toxtab vaz keçip yani şunundan çöp. Bu ikisinin nebli hac bilen nebli ömrünün çıkımını Allah yolu da bəsə, yani maddi cəhətdən, mənevi cəhətdən yok oluşqa duç kelavatqan izzət, hürmetinin həmmisi, iqtisadi izzeti, cismani izzeti, hürmeti ve cismani hürmeti ve onundan başka yüz abiri həmmisi halal sanılıvatqan, qattiq zulümğa duç kelavatqan Müslüman qarindoshlarni qutqizish yo'lida bo'lsa va uni hamda bir hech qanday bir narsani qolmaqliq, na iqtisodi, na mali, na abur qolmaqliq bunda qutqizish uchun bo'lsa nim bo'ladi? Qanchalik yaxshi bo'lib ketadi? Taraqqiy qilgan dunyo ko'ryapti, anglayapti, qiymayapti. Çünkü g'alba
Kuchning haqqiga bugun kim kuchli bo'lsa, shuning gapi gap, digini degan, qilg'ini qilgan, shuning tiripiga g'alaba. Haqning kuchiga emaski, haq qayerda bo'ladi ekan, haq bo'ladi ekan, o e'tibor qilinmay, kuch kimda bo'ladi ekan, shuning e'tiboriga qilinadi. Bo'lmasa dunyoda qaraydigan ish bo'lsa, nurg'un necha million musulmon hozir ochlikdan o'layotgan va kundalik turmush buyumlarini qamdayolmayotgan, uylarida bo'lmayotgan, o'zining kundalik yemek içmeklerine ega bo'lolmayotgan. Mana bunda holga ne qutqizish bu albatta farz kifoyadir. Ba'zida farz ilmi bilan qilish mumkindir. Buning xaysini mulab ketadi. Men Qatarda va uningdan boshqa qo'ltiq davlatlarida va Misrda yaşayotgan niyati pak dindar ba'zilarni bilaman. Ular her yili hac faoliyatlarini ado qilishga qattiq tirishadi, qiziqadi. Ularning ba'zisini 40 yildan boshlab yilda hac qilayotganligini bilaman. Ular cho'ng bir urug' tuqqan, do'st, shiriklardan tarkib topgan bir to'p. İhtimal ular 100'ge yetiş mümkün. Ben ularga bir yilisi mundaq dedim. Ben Hindoneziyaning Litva degan yerga kelgan edim. Va u yerda xristiyanlashtirish harakatlari qilayotgan zo'r ishlarni ko'zim bilan ko'rgan. Ve karşısında ilim marifet, tibabet yani davalaş, ictimai karakterlik muasseselerge Müslümanların zor ihtiyaçlı ikenlikini mi gözüm bilen görgen? Ben şu yaş qarindoshlarga dedim ki, sizlarning qarshinglar nima? Agar sizlar bu yil hajni qo'yib, onun chiqimlarini Hristiyanlaştırışga qarshi uchun i'ona qilishni bir niyat qilib baqsanglar, 100 shaxs borsalar, har bir shaxs 10,000 junay ishlatadi. Bu cho'ng bir planning kuchli asosi bo'lib qolishi mumkin dedim. Balkim biz bu ish bilan boshlasak va uni jakalasak, bizga boshqalarni ergishishi mumkin. Natijada bizga ergishganlarning ajri bo'ladi dedim bularga. Lekin qarindoshlar bunda dedi. Biz her yili Zulhajji kelsa bir sig'inishni his qilamiz. Haj faoliyatlarini sig'inishni his qilamiz. Unga qarshi tura olmayotimiz. Canlarımızın şu yerge uçup ketayotganlarini his qilamiz. Her qaçan hac faoliyatiga kelguchilar bilan birga kelsak, bir baxt, saodat, huzurni his qilamiz dedi. Mana bu Bishrul Hafi degan kishiga buningdan burun degan kişinin sözünün aynısı bu. Eğer kendisi to'g'ri, imanı rastçıl, Müslüman fiqhul avlaviyatning ma'nosini biladigan bo'lgan bo'lsa, bu Müslüman her qachon hajning chiqimlari orqali yetimlarni boqadigan yetimxonadagi aç qavşılarga taam beradigan oshxona yoki qochqullarga joy beradigan chidirlidak yoki kasallarni davolaydigan doktorxonadak yoki bilimsizlarga ilm o'rgatadigan maktab madrasalardak yoki ishsizlarga ishni ishqo'llashtiradigan
şirketlerdeki İslami planını tuğzalısa en güçlü ruhi ve en çok bek saadetini his kılgan bulat da onun neydi doğru olgan bolsa. Lekin o onda emas. Bu mesela aşının çıkımları bilen mana yukarıdakidek planlar, cemiyet karakterlik, yurt karakterlik planlardan vücutga çıkargan bolsa, bunundan bekrak sünütdi ve kalbi içilitdi, huzur his etdi. Çünkü imanın huzuru bilen huzurlangan huzur başka her kanda huzurdan eşip ketdi. Men ihlas men yaşlarımı kördüm. Ula üniversitelerinin medisina ya ki incinirlik ya ki yezigilik ya edebiyat ya onundan başka nezarevi bolgan ya ameli bolgan fakultetlarda okuvatkan ihlas men yaşlarını kördüm. Ula o fakultette a'lochilardan ve utuq kazanıcılardan idi. Ular uzun ötmey fakultetlerge aqsını qilib, fakultetni hech işçimi pushmagan, ko'ngli yerim bo'lmagan holatda tashlab da'vatga sababi nima? Bunda maktablaringni tashlashingning, o'qishlaringni tashlashingning sababi nima? Nima uchun o'qishingni yaxshi davomlashtirmaysan desa, sababi shu da'vatga o'zini bag'ishlashni bano qilib turib. Men da'vat qilay desam, vaqtim chiqmaydi ekan, vaqtim yetishmaydi ekan. Yetaklashga o'zini bag'ishlash, tabliğ qilishga o'zini bag'ishlashni bano qilib turib. Biz dinni tushunibdimiz, haqni tunibdimiz. Endi bu dinning xizmatini qilmasak bo'lmaydi ekan. Bu yerda o'qib o'ltirgan bilan dinning xizmatini qilib bo'lmaydi ekan. O yezigilikni olgan bilan, meditsinani olgan bilan, injenerlikni olgan bilan va boshqa sohalarni olgan bilan bu dinning xizmati bilan munosabatsiz ekan. Lekin ularning taxassusiyat, mutaxassis bo'lish tiki amali o farz-ı kifayiydi. Ümmetinin hemmisi onun sal qarşı günahkar bo'ldi. Ular özünün hizmetini puxta ada qilinsa, niyeti to'g'ri bo'lsa, Alloh taolaning belgilamalariga chin esilgan asosda ibodat va jihodga aylandira oladi ular. Aşı amellerinin hemmini, aşı okuvatkan sahalarının hemmini şeriatning ölçümünü çın tutup, niyetini doğrulap, Müslümanlığa hizmet kılış bilen, puxtılık bilen ügense, bu ibadet ve cihat kaynaktır. O ibadet degen davamlık namaz, roza, zakatlam emas. İbadet degen veya ki cihat degen o meydanlıdaki cihatlam emas. Hemme insanın hayatının hemme hareketleri, hemme faaliyetleri hem ibadet hem cihat idi. Müslüman her bir kılgan işte şeriatның ölçümünü çin tutup, niyetini to'g'ri. Ma'qul. Dinga bo'lgan qizg'inligi, dinni so'yganligi va dinga bo'lgan samimiyati yuzasidan hammasi o'zining kasbi, yuniri, o'qishi, qilayotgan ish emgikini tashlasin. Agar hamma musulmon xizmatini tashlasa, yunürini taşlasa, Müslümanlığının menfaati ve Müslümanlığının içtimai her taraflarını yaxşılaydigan işlerini kim kılıdı? Doktorxonaga barsınız, gayrimüslimman. Balalarınızı mekteplerge barsınız, gayrimüslimman. Ünlülerini kızılsınız, gayrimüslimman. Her bir sahaya, içtimaiyetki sahaya her birisi barsınız, gayrimüslimman. İş gayrimüslimmanın kolunda. İdare gayrimüslimmanın kolunda ve o sahani gayrimüslimman tolduruyotgan. Müslümanço işsiz, Müslümanço namurat. Resul sallallahu aleyhi ve sellem peygamber kılıp
avatilgan chaqida Rasulullahning sahobalari har xil yuna kasblar va xizmatlar bilan shug'ullanadi. Buni payg'ambarim ularning hech qaysidan da'vat uchun o'zini bag'ishlash, da'vatga o'zini bag'ishlash uchun xizmatini, yunurini, kasbini tashlashni talab qilmadi. Hammasi ulardan o'z xizmati, yunuri bilan qolib qoldi. Mayli hijratdan burun bo'lsin, yoki hijratdan keyin bo'lsin. Hammasi o'zining oshpazchiligi bilan, dixonligi bilan, o'qituvchiligi bilan, hunarvan kasbligi bilan hammasi islomning xizmatini qildi. Dinni oliy qildi. Umumiy bir musulmonlarga manfaat yetkazdi, jamiyat, jamoat qurdi, hal qildi. Agar jihodga chaqiradigan bir chaqiruvchi chaqirib umumiyuzlik chiqishda talab qilinsa, o vaqtda qari yosh hamma bilan meli jini bilan Alloh yo'lida jihodga chiqadi. Yurtni besib kelgan vaqtda bir musulmonlarning imomi, yetakchisi hammanglar bugun chiqmasanglar bo'lmaydi degan vaqtda anadagi hammasi o'zining xizmati va kasbini tashlaydi. Bo'lmasa o xizmat, o kasblarni tashlashga bo'lmaydi. وَلَقَدْ أَنْكَرَ الْإِمَامُ الْغَزَّالِي عَلَى أَهْلِ زَمَنِهِ توجه جمهور متعلمهم إلى الفقه ونحوه. والإمام الغزالي رحمه الله öz zamanısı ahliga ularning o'qituvchilarining ko'p sonliqining fiqhi va uningga o'xshagan kulliyatu shari'a, usulul fiqh degandek bu sohaliga yuzlanganligini aybladi. Şu vaqtda musulmonlarning yurtlaridan bo'lgan yurtda Yahudi doktordan bilak yoki Hristiyan doktordan bilak doktor bo'lmagan, uningga musulmon ayollarni davolash topshirilgan. Uning oldida musulmonlarning jonlari, avratlari qo'yilgan. Uningdan o'sha Yahudi doktordan shariatning ahkomlariga aloqador ishlar elingan. Ro'za tutquchining iftor qilishining durust bo'lishi, jarohatninki tayammum qilishiga o'xshagan. Bunday holda qolsa, kasal bo'lib qolgan kishi qanday holda su ziyon qiladi, ya'ni iftor qilsa bo'ladi, tayammum qilsa bo'ladi. Qanday holda ro'za tutsa bo'ladi, ro'za tutmasa bo'ladi deganga o'xshagan nurg'un masalalar doktorlarga munosabatli. Masalan, bugungi kunda musulmonlarning qo'lidan tikkuchilik kasbi ketayotgan, loyihaligchilik kasbi ketayotgan, bütün loyihalangan kiyimlar g'ayri millat bo'yicha, tikilgan kiyimlar g'ayri millat bo'yicha tikilayotgan. Umumatan musulmonlarning ilm, setim, bozorlardagi hamma narsalar boshqalarning qo'li orqali o'tirg'i chiqqan. Musulmonlar tanlab uni qabul yaxshini tafoydisini topamayotgan, qiyinchilik bo'layotgan. Doktorxonalarga borgan chaqda xotinlarining yuzlari echilayotgan, shu avratlari echilayotgan. Musulmonlar o'zining ayollarini, bolalarini, o'zlarini ana shunday dinsiz bo'lgan bir kishining oldida qo'yishga va tashlashga majbur bo'layotgan. Demak, musulmonlar har bir ishni qilganlar shu ishida puxta, mukammal bo'lib, niyatini to'g'rilab, shar'iy o'lchamlarga mustahkam esilib turib, o ishni puxta qilishi bu din, bu da'vat, bu jihad edi. Men yana boshqa kishilarni ko'rdim. Ular kunda juz'iy parcha masalalar uchun yoki ixtilofiy masalalar uchun
Kündülük urushlarni chiqaryapti. Bular islomning büyük islomning urushlarini, janglarini tashlab, o islomning islomga dushmanlik qilayotgan, islomni yomon ko'rayotgan, islomning ojizlik taraflarini ta'ma qilayotgan, islomdan qo'rqayotgan va islomni yo'qotishni kutayotgan dushmanlari bilan bo'lgan cho'ng jangni tashlab, kunda musulmonlar bilan bo'lgan mujodala qilyapti. Hatto g'arb diyorida yashayotgan ko'chmanlar, az sonliq musulmonlar, Amerikada, Kanadada, Yevropada yashayotgan musulmonlar o'zlarining eng cho'ng g'amlarini soat nega seladi? O'ng qo'lig'imi, so'l qo'lig'imi, kastun burulka, ya'ni ko'ynak, shim kiyishning o'rniga arablarning bir oq kiyimi var ya, shu oq kiyimni kiyish vojibmi yo sunnatmi? Ayol kishining masjidga kirishi halolmi yoki harommi? Ustal ustida qo'yib tamoq yeyish, o'rindiq ustida o'ltirib tamoq yeyish uchun o'rindiq ustida o'ltirish, quchuqlarni ishlatish, vilkalarni ishlatish kofirlarga o'xshab qilishning ichiga kiramdi yo kirmamdi va uningdan boshqa nurg'unlagan masalalar bor. Tasbir serisi bo'lamdi, bo'lmamdi deganiga o'xshagan vaqtlarni yeydigan, jamoatlarni parchalaydigan, birliklarni buzadigan, tirishchanliklarni, jihodni zoya qiladigan shunday masalalar bor. Buning bilan shug'ullanganligini men ko'rdim. Chunki bu maqsadning g'ayridagi tirishchanlik va dushmanning g'ayri bilan bo'lgan jihad bu. Bu musulmonlar o'zaro qiladigan jihad bu. Mana bunda ishlar bilan shug'ullanganlarni ko'rdim men. Dadillarga qattiqlik bilan muomala qiladigan, onalarga to'ng tigadigan, shariatga ching esladigan, ibodatga qiziqadigan yigitlarni ko'rdim. Yine qarindoshlarga, och singillarga yiriklik qiladigan yigitlarni ko'rdim. Sening dadangga qattiq qo'pollik bilan muomala qilishing, onalaringga to'ng tigishing, och singillaringga bunday yiriklik qilishing nima sababdan deyilsa, ularning banasi, o ota-onasi bir tuqquni osiymiş yoki dindan chatnab ketganlarmish. Mana bular Alloh subhanahu va taolaning ota-ona bolasini shirkka majburlayotgan va butun tirishchanlik bilan islomdan qaytarishga urinayotgan mushrik bo'lgan taqdirdami yaxshilik qilishga vasiyat qilganligini unutib qolgan bo'lar. Allah deydi: "Va in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun." Agar seni ota-onang sana ilim yo'q bir narsaga shirik keltirishga majburlasa, sen uningga bo'ysunmagin, dunyoda yaxshilik bilan hamroh bo'lgin dedi. Mana ota-onang shariatning sirtiga, shariatning g'ayriga, hatto shirik keltirishga majburlasa, urush orqali, tillash orqali, o'ydan qo'g'lab o'tish orqali, jahadat degan har turli besimlarni selish orqali majburlasa, uning bo'ysunma, dunyoda yaxshilik bilan hamroh bo'l dedi. Qur'oni Karim shirkka kurash qilish deb atgan ota-onaning chin turvilishiga urinib turibmi, ota-onaga yaxshilik bilan hamroh bo'lishga buyurdi. Chunki ota-onaning shunda bir haqqi borki, o haqqning ustida Allohning ham haqqi bor. Shunda yuqori haqqi bor.
Şunlaşqa Allah Teala dedi, enişkurli ve li valideyk ve ilayyel mesir. Bana teşekkür bildirgin, ata-ananga teşekkür bildirgin, mening qishimga kelasisan dedi. Ama ata-anaga şirkte itaat qilish, müşrik olan yoki ma xatolikni, ma gunoh ma'siyatni yoki Alloh taolo cheklagan bir ishni qilib desa, uningga bo'ysunish o rad qildi. Xoliqqa osiylik qilib turib, maxluqqa bo'ysunish yo'q. Ama yaxshilik bilan hamro bo'lish, uningdan qechib qutulg'ili bo'lmaydi. Uningdan voz kechishda sabab o'zri yo'q. Shuningdek Alloh taolo urug' tuqqanlarga, yaqin yo'qlarga yaxshilikqa vasiyat qilib munda dedi: "Sizlar uning bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar va urug' tuqqanchilikni uzutishdan qo'rqinglar. Haqiqatan Alloh taolo sizlarni kuzatib turuvchi" dedi. Mana bu shadimi Alloh taolo o'zidan qo'rqishga va urug' tuqqanchilik munosabatini uzutishdan qo'rqishga buyurdi. Musulmonlar tushkunlik davrida tushib qolayotgan, hali ham bugunga qadar davomlashayotgan ishlar. Birinchisi, o musulmonlar cho'ng darajada ummatning umumisiga aloqador bo'lgan farz-i kifoyalarni tashlab, onunla sal qarab, ahamiyat vermey, asasen umumu musulmonlarga aloqador bo'lgan farz-i kifoyalarni tashlab, masalan ilmi jihatda, sanoat jihatda, harbiy jihatda ummatni o'z ishiga ega qiladigan, o'zining mustaqilligiga ega qiladigan, o'ziningki o'ziga o'zi xo'ja bo'lishga ega qiladigan, haqiqatan amaliyotda o da'voda va so'zda emas ega qiladigan bu ishlarda yuqori, ustun bo'lishga o'xshagan bu taraflarga sal qaradi. Masalan, fiqhda ijtihod qila oladigan, hukmni Qur'on hadis bo'yicha ola oladigan, islomga da'vat qilishni yara oladigan, bay'at va erkin tanlash ustiga qurilgan shura, yani maslahat bilan bu hokimiyat hokimiyatni qurishga o'xshagan, islomdan chetnab ketgan zolim podshohga qarshi turishga o'xshagan bu sohalarda ummat nima qildi? Sal qaradi va buni tashlayotdi. Tabii islomga dushmanlik qilayotganlar bor. Buningga sal qaradi. Bu ishga ahamiyat bermadi, ko'ngil bilmadi. Ikkinchisi, ummat ba'zi farz illarni tashlab qo'ydi, sal qaradi. Yoki uningga qimmatining loyiq muomala qilmadi. Masalan, amri ma'ruf, nahy anil munkar farzitiga o'xshash. Uni Qur'oni Karim iymon jamiyatini sifatlaganda namoz, zakotni ilgari qilgan. Allah dedi, mu'min mu'min ayollar bir-birisining do'sti. Ba'duhum awliya'u ba'z, bir-birisining do'sti. Ya'ni bir-birini qo'llaydi, bir-birini himoya qiladi, bir-birini yuylaydi. Ular hamkorlikda, ittifoqlikda yaxshilikni buyuradi, yomonlikdan to'sidi, namoz o'qiydi, zakot beradi dedi. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo namoz, zakotdan burun qo'ydi. Nemishqa ahamiyati muhim bo'lganligidan, chunki bu musulmonlarning hamma sohasiga munosabatli. Va Alloh taolo bu farzni ummatning yaxshiligidagi birinchi sabab qildi. Sizlar odamlar uchun chiqarilgan yaxshi ummat bo'ldinglar. Sizlar islomga buyursizlar, munkardan to'sisizlar, Allohga ishonasizlar dedi. Va bu Bani Isroilning bu farzni tashlab qo'yganligini, ularning payg'ambarlarining tili orqali la'natga uchrashiga yo'l qildi. Lu'inallazina kafaru min Bani Isroil, Bani Isroildan bo'lgan kafirlar
Davud aleyhisselam, İsa ibn Meryem aleyhisselamның tili orqali la'nat qilindi. Shuning sababi ular shariatga osilik qildi va shariat bekitib bergan o'lchamdan o'tdi. Ular munkardan to'smay, munkarni qitdi. Ularning qilg'ini ajabmi yomon dedi. Mana bu farzni ummat tashlab qo'ydi, sal qaridi. Üçüncü, Müslümanlar bazı asaslık amellerge bazısından bekrak ehmiyet verdi. Mana ular ruzuğa, namazdan bek ehmiyet verip ketdi. Şunlaçqa Ramazanның kündüzlikide iftar kılırgan bir Müslüman er ve ayal tepilmay kaladı. Bulup mu yazılarda, yazı kışlaklarda tepilmaydı. Lekin Müslümanlardan, hasaten Müslüman ayallardan namazdan hurulluk kılıdıgan, ömrünü Allah'a ruku secde üçün egmi ötküdüdügan kişiler tepiliyor. Xuddi köpünç adamlar namazga, zakat ehmiyet bergenden bek ehmiyet berdi. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala bu ikisini özünün ulug' kitabida 28 o'rinda birlikte keltirdi. Hatta Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anh biz namaz o'qishga, zakat berishga buyurildik. Kimki zakat bermasa, onun namazı qabul emas dedi. Demek İslamda Ramazan kiradigan bo'lsa, hammadan roza tutadigan, Qur'on o'qiydigan, kechasi qiyam qiladigan, shundoq namoz Ramazan chiqayotgandan keyin namozlari o'qilmaydigan, kechalari qopmaydigan bo'lib ketgan. Namozning oldida boshlarini qo'yib yig'lab ketsa, ammo zakat beradigan ishlar qolsa, xuddi yanjoqidan o'g'ri olgandek bag'ili unimaydigan, bag'isi kelmaydigan bu hollar mana ummatda qoldi. Bir farzga o'xshash farz bo'lmasa, o'xshash farzning biriga qattiq qiziqadigan, biriga qiziqmaydigan bu dinni mizoji din qilib olgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu munda dedi, Alloh bilan qasam, namaz bilan zakatni ayirib etgan kishilar bilan urush qilaman dedi. Namoz o'qidi, zakat bermadi, zakat berdi, namoz o'qimadi. Sahobalar zakatni berishdan unumgan kishiga urush qilishga birlikka keldi. Xuddi ular payg'ambarlikni da'vo qilgan va ularga ergashgan murtadlarga urush qilganidek, islomiy davlat tarixdagi fakirlarning haqqi uchun urush qilgan tunji davlat. Zakat fakirlarning haqqi. Buni bermedin deb urush qilgan tunji davlat. To'rtinchi, Müslümanlar ba'zi naflilarga ular farz, vojiblarga ahamiyat bergan, ko'ngil bilgandan bakroq ko'ngil bildi. Xuddi o zikr tasbihlarni, virdi vazoiflarni ko'p o'qiydigan dindor kishilarning ko'pinchisining ichida tepiladigan ishlar. Ular bu xil ahamiyatni nurg'un farzlarga, bo'libmi ijtimoiy farzlar, ota-onaga yaxshilik qilish, urug' tuqqanlarni ulab turish, qo'lim qo'shniga yaxshilik qilish, ojizlarga kuyinish, yetim miskinlarga ko'ngil bilish, munkarga inkor qilish, ijtimoiy, siyosiy zulmga qarshi turishga ahamiyat qarshi turishga bunchalar ahamiyatni bermadi. Jay namozda o'tirish, subhanalloh deyishga qanchalik ahamiyat bergan bilan, nafl ahamiyat bilan bu taraflarga ahamiyat bermadi. Beshinchisi, ular shaxsiy ibodatlarga, namoz, zikriga o'xshagan ahamiyat berdi. Bakroq ularning manfaati boshqalarga yo'qadigan ijtimoiy ibodatlarga ahamiyat berganidan, jihodga o'xshash, namozga ahamiyat bergandek jihodga ahamiyat bermadi. Fiqhga o'xshash, unga ahamiyat bermadi. Odamlarning orasini o'ngshab qo'yishga o'xshagan yaxshilik, taqvolikqa hamkorlashish, sabri, marhamatga vasiyat qilish, adli, kengishib ish qilishga da'vat qilish,
umumatan insonlarning musulmon kafir demi haqlariga ko'ngil bo'lish, xosatan ojiz odamlarning haqlariga ko'ngil bo'lishga ahamiyat bergandek bunga ahamiyat bermadi. Oltinchisi, axirsda nurg'un odamlar shohchi amallarga ahamiyat berib, asli bo'lgan amallarga ahamiyat bermadi. Burunqilarning bir so'zi bor, aslini zoya qilayotgan kishi maqsadga yetishdan mahrum bo'ladi va binoning asosidan g'ofil qolgan bo'ladi dedi. Bu binoning asosi aqida, iymon, tavhid, dinni Allohga xolis qilish. Yettinchisi, buzilish ve qalaymiqanchilik tushgan ishlardan, umuman buzilish va qalaymiqanchilik tushgan ishlardan yettinchisi nurg'unlagan odamlarning makruhga qarshi turishga mashg'ul bo'lishi yoki shubhalik ishlarga qarshi turishga makruh bo'lishi. Bir makruhni qarshi olsa tik turadi, qarshi turib, ya uningga bir makruh ya shubhalik ishni qarshi olsa bu shubhalik deb halalni shubhi bilan harom qilib tasdiq qiladi. Bakroq bu ahamiyat berishi umuman yeyilib ketgan, kengayib ketgan harom ishlarga yoki zoya bo'lib ketgan vojibotlarga urush qilishga mashg'ul bo'lgandan bakroq. Nurg'un harom ishlar bor. Umuman haromligi uchuq, haromligi aniq bo'lgan, buningga ko'ngil bilmagan yoki aniq zoyalab ketgan vojibotlar bor, buningga ahamiyat bermagan. Ama şübhələr məkruhlığa bak ko'ngil bilib ketgan. Masalan, bunun misali onun halal haramlıqda ixtilaflaşılgan narsaga mashg'ul bo'lgan haramlıqda keskin deyilgandan yuz o'rib. Haram deb keskin chiqilganda onun da mesele yok. Onun da gap yok. Ama halal haramlıqda ixtilof bor masalada. Onu yemeyimiz, bunu yemeyimiz degandek. Mana bu yerda bu xil ixtiloflarga tashna, oshiq bo'lgan bir odamlar bor. Suratga tortish masalalari, nag'ma masalalari, niqob ayollarningki yuzini yo'gaydigan niqob masalalari, uningga o'xshagan masalalardir. Xuddi ularning maqsadi yo'q, g'ami yo'q. Faqatla onun etrafını yalqınjayotgan urushni qo'zg'ash, idora qilish, odamlarni majburiy bu masalalarda o'zining fikriga haydash tikidak. Shu vaqtda ular ummatning mavjudligiga aloqador bo'lgan, oqibatiga aloqador bo'lgan, yer sharining xaritasida saqlanib qolishiga aloqador bo'lgan cho'ng kelgisi xarakterlik masalalardan g'ofil holatida. Umuman musulmonlarning mustahab, sunnat, bid'at deganga shundoq talishadigan, o'rnidan qo'padigan, buning uchun vaqt ajratadigan, ammo ummatning qani to'kilgan, jini berilayotgan, yurtlarning qo'llanayotgan nurg'un masalalar ularning xiyolida yo'q. Min zalik, mana buning qatoridan nurg'un kishilarning kichik ishlarga qarshi turishga yuzlanishi, cho'ng ishlarga xabarsiz qilib, masalan diniy jihatda halok qiladigan ishlar bo'lsin, doxanchilik, sehrgarlik, jinkashlik, qabrlarni mast qilish, nazr qilish, uylarga mol bo'g'izlash, qabridagi kishilar bilan yordam talab qilish va ularning hojatlarini ado qilib berishini, g'am, qayg'ularini hal qilib berishini ulardan so'rash va shuningga o'xshagan tavhid aqidasining sofligini buzadigan yoki ijtimoiy siyosiy jihatdan vayron qiladigan ishlar bor. Shura, maslahat, kengashishninki yo'q bo'lishi, mustabidlikning paydo bo'lishi,
ijtimoiy adolatning o'rniga ijtimoiy zulm, hurriyatning yo'q bo'lishining o'rniga faqat qulluq, xalqning haqlarining o'rniga dafsandichilik, insonning hurmati, ishni ahli bo'lmaganlarga topshirish, soxta saylam, ummatning boyligini bo'lan-talan qilish, oila, tabiqa imtiyozlarini bekitish, isrofchilik va mutakabbirlikning umumlashishi, bayoshatchilikning umumlashishidan iborat bu xil ishlarga ko'ngil bilmaydigan. Mana bu bizning ummatimizga bugun o ummatning avlaviyat o'lchimida yetgan bu cho'ng buzilish bu. Hatta bu xil buzilish cho'ngni kichik qiladigan, kichik ishni cho'ng qiladigan, tuvan ishlarni o'rnini yuqori qilib o'tadigan, muhim ishlarni, büyük işlarni oddiylashtirib o'tadigan, birinchi ishni keynida qiladigan, keyin ishni oldiga chiqaradigan, farzlarga sal qaraydigan, nafliga qiziqadigan, kichik ishlarga parvo qiladigan, cho'ng ishlarga sal qaraydigan, muxtalafun fih uchun kurash qiladigan, muttafaqun alayni zayo qilayotganlikqa jim turadigan qo'ydi. Mana buning hammasi ummatni bugun bek ehtiyojli bo'libmi, bek qattiq zurriyat holatida qo'yatdi. Avlaviyat qisqa. Ummat bu tushunchada qaytadan ishni boshlash va qaytadan ratlash, munozirlashish, suhbatlashish, ishlarni oydinlashtirish, aniqlash uchun toki ummatning aqli qanoat qilib, qalbi rohat elib, basirati yurib, irodasi shuningdan keyin yaxshi ishqa, yaxshi amalga yuzlanish uchun mana bu yuqoridagi ishlarni qilishga ummat bakmu muhtoj va bakmu ehtiyojli. Shuning uchun millatimizning bu avlaviyat tushunchisini ko'tarish, avlaviyat tushunchisiga ahamiyat berish va avlaviyat tushunchasini ularga yetildirish bakmu zarur va bakmu muhim. Allah subhanahu va taala hammamizni shularning ahlidan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.